Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Hozir biz Oltiariq tumaniga 2 komplekt agregatimizni yuboryapmiz. Agregatimizda ko'rib turganingizdek, FNV 280 3 ta parralik usilinli variant bo'lgan BR30G agregati, ya'ni kompressorimizga BR30G kompressorimizga FN 280 modeldagi isparitelni qo'yganmiz. Konditsator. Uzr, adashib ketdim. Konditsator qo'yganmiz va isparitel DJ 170 berganmiz. Chunki akamiz mevalarni muzlatar ekanlar, shoka, ya'ni chet elga eksport qilish uchun mevani muzlatadilar. Shuning uchun ham biz ularga usiliniy qilib berganmiz. Hozir yuklash jarayoni do'stlar, xudo xolasa montaj jarayonlarini ham yoritishga harakat qilamiz. Aha, yana ikkitadan beri. 4 metrdan 8 metr, ya'ni hozir trubasi qo'shimcha yana 4 metrdan 8 metr qo'shib berasiz deganlar. 2 xil truba ketadi. Bu